Assalomu alaykum. Bu yerda Unit 55 deb bergan bo'lsa ham, bizni kitobda Unit 52 Go ni ko'rib chiqamiz. Demak, Go o'zidan keyin turli xil strukturalarni olar ekan. Go dan keyin to kelishi mumkin, Go dan keyin on kelishi mumkin, Go dan keyin for kelishi mumkin yoki Go dan keyingi activity yoki sportga ing qo'shilgan bir nima kelishi mumkin. Activity nomi yoki sport nomi kelishi mumkin. Mana shularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi go dan keyin to ni kelishi. Bu yerda aytayaptiki, go dan keyin to ni kelishida umumiy qoida shuki, go to dan keyin joy nomi keladi, place keladi. Use go to when you are talking about going to a physical place or building. Ya'ni biror bir joyga yoki binoga borayotganingizda go to ni ishlating deyapti. Yana bitta tomoni go harakat fe'li bo'lgani uchun bir joydan ikkinchi joyga borishi uchun to o'z-o'zidan to'ldiruvchi qo'shimchasini vazifasini bajaradi, ga ni beradi. Xo'p, uni qanday yasaladi? Go to dan keyin o'sha joy nomi qo'yiladi. Shu bilan muammo tugaydi. Masalan, I go to school every weekday. Har haftaning har kunida maktabga boraman. Dam olish kunlaridan tashqari degan. Yoki they go to church on Sundays. Ular yakshanba kunlari cherkovga borishadimi? We went to the cinema last night. Kecha kechqurun kinoteatrga bordik bo'lyapti. Demak, go to da shu narsa. Go to dan keyin bir joy nomi keladi yoki bino nomi keladi. Mana shu yerga borishni bildiradi. Ammo boshqa narsalar kelsa nima bo'ladi? Masalan, go to dan keyin sleep joy nomi emas, uxlamoq ma'nosida. Go to sleep degani start sleeping, uxlab qolmoq degan ma'noni bildiradi. Masalan, I was tired and went to sleep quickly. Men charchagan edim va tez uxlab qoldim degan ma'noni bildiryapti. Get ni o'tgan paytimizda, o'tgan darsda home ni get bilan home ni to'siz ishlatilishini ko'rib chiqdik. Go da ham xuddi shunday holat. Home odatda ko'pchilik motion harakat fe'llari bilan to'siz ishlatiladi. Go home, get home, come home, arrive home shunaqa. Va buni eslab qolish kerak. Ana endi ikkinchi struktura go on nimani bildiradi? Demak, go on dan keyin keladigan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Holiday, a trip, a tour, a cruise, strike. Demak, buni qoidasi qanday desa, umumiy qoida mana bu yerda ko'rsatib o'tgan general rule. Use go on when the noun describes an event. Ya'ni go on dan keyin keladigan ot biror bir event, ya'ni hodisani, safarni yoki rejalashtirilgan bir mashg'ulotni bildirsa va vaqtni oladigan, unga qatnashish kerak bo'lgan holatlarni bildirsa, shu paytda go on ni ishlatamiz. Bitta narsa shu yerda e'tibor berish kerak. Go on odatda doimiy masalan qilinadigan ishlarga ishlatsa bo'ladi. Masalan, biz har yil qayerga boramiz? Ta'tilga chiqamiz. To'g'rimi? Yoki sayrga chiqamiz, yoki dieta qilamiz. To'g'rimi? Mana shularni go on bilan bersa bo'ladi. Masalan, birinchisi go on holiday, take a break or vacation. Nima deyapti? Yoki tanaffus yoki dam olish vaqtini olish. We are going on holiday next month. Keyingi oyda ta'tilga chiqyapmiz. Go on a strike. Ish tashlash qilish, protest, namoyish qilish. The workers have gone on a strike for better pay. Yaxshiroq to'lash uchun ishchilar namoyishga chiqishdi yoki ish tashlashga chiqishdi. Go on a diet, begin dieting. Ya'ni dietani boshlash. She went on a diet to lose weight. U vazn yo'qotish uchun dietani boshladi. Go on a trip, sayrga chiqish, travel somewhere, bir joyga sayohat qilish. He went on a business trip to Berlin. Berlinga biznes sayohat bilan ketdi degan ma'noda. Demak, go on o'zidan keyin kelayotgan noun nima bo'lishi kerak? Hodisa, safar yoki rejalashtirilgan bir mashg'ulot bo'lishi kerak. Undan keyingi masala go bilan for ni ishlatilishi. Kitobimizda ham buni bergan. Yoki go dan keyin somewhere ni qo'yib for bilan berish mumkin.
bir joyga bir narsa qilish uchun borish yoki bir ish qilgani borish degan ma'noni bildiradi. Demak, buni umumiy yuqoridagidan qanday ajratamiz desa, bu odatda bir martalik ish harakatni, qisqa safarni, qisqa ish harakatni, hodisani, holatni bildiradi. Masalan, go for when you are choosing to do an activity or making a quick trip. Ya'ni bitta mashg'ulotni bajarishni tanlayotgan bo'lsangiz, bu har doimki, masalan, har yilgi nima deydi? Har yilgi dam olishga chiqadigan paytimiz emas. Biz o'zimiz tanlayapmiz dam olishga chiqishni. Yoki har doim ana bu hafta oxirida sayohatga chiqadigan paytimiz emas, o'zimiz tanlayapmiz bir maqsad bilan. Specific purpose, mana maxsus maqsad bilan qisqa va noodatiy vaqtda tanlashni bildiradi. Bir nima. Common structure, bundan keyin ham ot keladi. Odatda bu mashg'ulot bo'ladi yoki short experience, qisqagina bir boshdan kechiradigan holat bo'ladi. Typical meanings, umumiy ma'nosi nima ma'noni bildiradi? Qisqa, oddiy mashg'ulot bajarish, shunchaki rohatlanish yoki bir maqsad uchun yoki biror narsani tanlash, unga urinib ko'rish deydi. Let's go for a walk after dinner. Nima deyapti? Kechki ovqatdan keyin keling, sayrga chiqamiz deyapti. Yoki she went for a swim at the beach. She went for a swim at the beach. U qirg'oqqa, sohilga, plyajga to'g'rirog'i cho'milishga ketdi. They went for a drink after work. Ishdan keyin qayerga borishdi? Ichimlik ichgani borishdi degan ma'noda. Go dan keyin ing kelsa, kitobimizda oxirida berib qo'yibdi. Go dan keyin inglik activitylar yoki bir sport turlari kelishi mumkin. Masalan, bu yerda activity shopping bor. Mana buni qoidasi qanaqa desa, aytayaptiki, go dan keyin ing formliklar sportlar kelishi mumkin. Hobby, ya'ni hobby bu sevimli mashg'ulot kelishi mumkin yoki dam olish mashg'ulotlari kelishi mumkin. Mana shunday paytda go bilan inglik ishlataveramiz. Go shopping, go skiing, go hiking yoki shunga o'xshagan mashg'ulotlar keladi. Demak, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar shular. Demak, bir joyni aytayotgan bo'lsa, bir joyga borish, bino yoki physical bir joyda borayotgan bo'lsa, go dan keyin to ishlatiladi. Bu yerda go to bilan keladigan sleep bor, go home bor. E'tibor berish kerak bo'lgan narsalar go on, odatiy holatlar, odatiy har yilgi qiladigan uzun sayohatimiz. Shunga o'xshaganda go on ishlatamiz. Go for bilan bo'lsa, qisqa, bir martalik, qanaqadir niyatdagi ish harakatlarni ifodalaymiz. Go bilan inglik, ya'ni mashg'ulotlar va sport turlari kelishi mumkin. Swimming, masalan, suzish sporti, jogging, yugurish sporti. I went jogging before breakfast this morning. I went to emas, I went on emas. Demak, I went jogging. Go bilan inglik bir sportni kelishini ko'rib chiqdik. Xullas, men mana bu faylni ham tashab qo'yaman guruhda. Qiynalgan paytda bemalol buni ko'rib, mashqlarni bajarib qo'yasizlar. Uyga vazifalarni yozdik. Hammaga omad.